Xo'sh, davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi adresga ham mebellarimizni olib kelib oldik. Bugungi adresimiz Jizzaxning Zomin shahriga bo'lgan. Mebelimiz yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Devorni mana bu tomoniga shkafini, yoniga tribosini terib beradigan bo'ldik. Klient xohishiga qarab mana bu tomonga divan ikkita tumbasini terib beradigan bo'ldik. Endi mebelimiz fasad qismi indef, korpus qismi laminatdan yasalgan. Bitgandan keyingi holatini ham ko'rsatib, razmerlari haqida aytib o'tishga harakat qilamiz. Bizning adres Jizzax shahrida. Biz bilan bog'lanish uchun pastda nomer qoldiramiz. Bemalol o'sha nomerlarga telefon qilib, zakaz berishingiz mumkin. Mebelimiz 150 km dastavkasi ichida, qolgan kilometrlar narxiga qo'shiladi. Xo'sh, davom etamiz. Bugungi adresga olib kelgan mebellarimizni deyarli tamomlab ham bo'ldik. Uyga tushgan holati klient xohishiga qarab joylashtirib berganmiz uyga. Divan, shkaf hamda tremosi. Endi razmerlar haqida aytib o'tsak, tremosi balandligi 2.10 razmer chiqadi. Shkafimiz aslida balandligi 2.47, klientning uyi pastroq bo'lganligi uchun 2.20 qilib yasab berdik. O'zi aslida baland, ancha baland ishlangan. Endi fasad qismiga keladigan bo'lsak, mana bu qismi indifdan 100%, mana bu qismi laminatdan, rossiyskiy laminatdan. Endi nima korpus mustahkam bo'lishi uchun laminatdan qilingan. Indifdan ham qilsa bo'ladi, endi bo'shroq bo'lib qolmasligi uchun rossiyskiy laminatdan qilib berganmiz. Divan 2.10 ga 1.70 matras razmer. Xohlovchilar uchun matras ham qilib beramiz. Mana bu mashalkali bo'lgan, turli mashalka. Narxiga matras bo'ladigan bo'lsa 800 ming 1 million qo'shiladi faqat. Tumbalari o'rta holatda, kichkina ham emas, katta ham emas, o'rta holatda tumbalar. Endi rangiga keladigan bo'lsak, rangi shampan svit deyiladi. Buni kumush, tilla, oq ranglari ham bizda mavjud. Kimdir mana bu rangi boshqacha bo'lsin, nima deydi, pardamga mos bo'lsin, boshqa narsaga mos bo'lsin, uni ham o'zgartirib bera olamiz. Uyga tushgan holat. Biz bilan bog'lanish uchun 95 koda 226 04 04 33 279 00 04 raqamlariga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqib buyurtma berishingiz mumkin. Siz mebelni to'g'ridan-to'g'ri sex orqali olgan, kelib ko'rib ham olishingiz mumkin. 150 km dastavkasi ichida qolgan kilometrlarga kelishilgan holda olib borib o'rnatib beramiz. Yana davom etamiz. Bugungi mebelimizni ham deyarli olib kelib o'rnatib ham bo'ldik. Bugungi mebelimiz yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Mebelni Samarqandning Urgut shahriga olib kelganmiz. Shkafi kupinnik, mana bu divanga yetib beramiz, matrasi $100 artifический matras. Tagi qismida mexanizm qo'yganmiz. Mexanizm 120-150 kiloli mexanizm. Mana bu ichki holati. Tremosiga keladigan bo'lsak, 3 ta 4 ma bitta eshikcha, mana bu yerda mana buni svetinikkchalari ham bor. Shkafi keladigan bo'lsak, shkaf klient xohishi, razmer klient xohishiga qarab mebel yasab beramiz. Siz mebelni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Ya'ni ham to'liq ma'lumot olish uchun bemalol bizga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Bizning adres Jizzax shahar. Xo'sh, davom etamiz. Navbatdagi mebelimizni Guliston, Sirdaryo Guliston shahriga terib berdik. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel, 100% rossiyskiy laminatdan yasalgan mebelimiz. Endi to'liq obzorga o'tadigan bo'lsak, 2.10 ga 1.70 matras razmer. Divanimiz mana bu moshik. Bo'sh tomonlar moshik, ya'ni yuvib olsa ham bo'ladigan variantda. Mana bu oyoq uchida sandiqchalik. Matrasimizga keladigan bo'lsa, artifический matras, $100 matras. 3 yildan 5 yilgacha garantiya beriladi matrasimizning o'ziga. Bizda mebelning xohlagan turi yasab bera olamiz. Siz mebelni to'g'ridan-to'g'ri sex orqali olgan bo'lasiz. Ishlab chiqaruvchining o'zidan olgan bo'lasiz. Sifatiga 100% kafolat beramiz. Ichki ko'rinishi. Shkafimiz mana bu qismi klient xohishiga qarab polkali bo'lgan 100%. Ruchkalarga yetib beramiz keng. Mana 100% polka qilingan mana bu tomon. Narigi chetki qismi ham shu ko'rinishni o'zida. O'rta qismini vishilka qilib berdik. Bu klient xohishiga qarab yasalgan mebel. O'rtada bitta vishilkasi bor. Ikki tomoni polka. Output mana bu tomon ham 100% polkadan iborat. Mexanizmlar sifatli, yaxshi mexanizm ishlatilgan, vakuumli. E'tibor beramiz. Biz bilan bog'lanish uchun 95 226 04 04 to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Shu raqamning o'ziga Telegram orqali ham zakaz berib buyurtma berishingiz mumkin. Mebelimiz 150 km dastavkasi ichida olib borib o'rnatish ichida. Endi mexanizmga moslangan qismi mana bunday shaklda bo'ladi. Bundan boshqa shakli
tashlaveradi. Ya'ni nima deydi, mustahkam bo'lmaydi. Mexanizm o'rnatildimi, ichki ko'rinishi mana shunday bo'lsa, ancha talabga javob beradi. Orqalari yavlit. Bu degani qimirlamaydi degani. Iloj bo'lsa, любой joyda mebel olsalaring, orqasi butun mebel. Yavlit mebel olishga harakat qilsalaring bo'ladi. Davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi adresga olib kelgan mebellarimizni deyarli tugallab ham bo'ldik. Bugungi adresimiz Qashqadaryoning G'uzor shahriga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi mebelimiz haqida qisqa aytib o'tishga harakat qilamiz. Mebelimiz 100% material rossiyskiy laminatdan yasalgan. Mana tumbalarining holati, mana bu tomonda svetinchchalari bor variantda. Divanda bosh qismiga o'tadigan bo'lsak, zamishida tanlovlar bor rangida. Matras $100 artefisskiy matras. Tremosga e'tibor beramiz. Ichkariga kirib turadigan variantda yasalgan tortmalari. Tortmasi ham ancha keng ishlangan. Oynasiga e'tibor bersak, oynasi farsit bo'lingan. Oynaning ichki ko'rinishida svetinchchasi bor. Mana kabelini chiqarib qo'ydik. Klientimiz keyin o'zlari montaj qilib olishadi. Shkaf 230 ga 210 balandligi. Ichki ko'rinishi mana bu tomonda razmeri kichikroq polka hamda uni yonida razmeri kalta, custom shunga o'xshagan kiyimlar uchun 2 qavat eshilga qilingan. Chiqib ketmaydigan rolikcha mana shunaqa bo'ladi. Qayerdan mebel olishdan qat'iy nazar mana shunisiga e'tibor bersalaring, mana shu chiqib ketmaydi. Buni ham oynalari charxlangan, e'tibor beramiz. Mana bu tomon pastki bitta polka, tepada bitta polka, razmeri uzunroq kiyimlar uchun mo'ljallangan. Divan 210 ga 170 matras razmer hamda 450 ming 500 ming atrofidagi tagida mexanizmi bor. Mana bunday bo'ladi mexanizm holati. Xo'sh, bizning adres so'raganlarga bizning adres Jizzax shaharining o'zida. Biz bilan bog'lanish uchun 95 kodi 226 0404 raqamlarga qo'ng'iroq qilib zakaz berishingiz, buyurtma berishingiz mumkin. Yana davom etamiz. Navbatdagi mebelimizni ham tugallab, tamomlab ham bo'ldik. Yotoqxona uchun mo'ljallangan, hozirda yangicha ko'rinishdagi ko'p sotiladigan mebellarimizdan bittasi. Mebelimizni Qo'shrabot shahriga terib berdik. Qo'shrabotga terib berdik mebelimizni. Mana bu qosh qismiga e'tibor beramiz. Rangiga keladigan bo'lsak, mebelimiz rangida tanlov bor. 20 xildan ziyod rangida tanlovlar bor. Qisqa aytib o'tishga, ichki ko'rinishlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Ruchkalarga e'tibor beramiz. Razmeri ancha katta ruchka ishlangan. Mebelda o'zi razmeri ham 215-217 atrofida. Mana pastki tomonda sandiqchalari bor. Tremosi hozirda yangi ko'rinishdagi yasalgan tremosi. Mana sandiqchasi ichki holati. Matras $100 artefisskiy matras. Ichiga kirib turgan holatda tremolari. Zakaz uchun biz bilan bog'laning. 95 226 0404 to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Hammaga assalomu alaykum. Davom etamiz yana Ustonov qiladi. Bugungi adresimiz Jizzax shaharining o'ziga yotoqxona mebeli bo'lgan. Hozir olib keldik. Endi xudo xolasa terib bitgandan keyingi holatini ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bizning adres Jizzax shahar. Biz bilan bog'lanish uchun 95 226 0404 raqamlariga qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin. Tayyor bo'lgandagi holatini ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz.